Voy, Felix. Jitel, nima qilyapsan? Bu yoqqa yurda, senga bitta narsa ko'rsataman. Nima ko'rsatasan? Короче, men piramida qurgandim. Xo'sh, qani, uni sen qurganmiding? Albatta, sen uni ko'rsatmoqchi bo'lib bergan ekansan-ku, obunachilariga. Xo'sh, короче, o'shani ko'rsata olasan endi. Faqat bitta muammo bor. Qanday muammo ekan? Bitta muammoda u hatto eshigi ochiq turibdi-ku, men bu. O'g'ri kirmaydimi? Kiradi o'sha, bitta muammo bor deyapman-ku o'shanga. Qanday muammo ekan u? Yurur bilasan, eshikni ochib. Hop, qara, bu meni piramidam. Vashcha dahshat narsalar bor. Buni ichida yashasa bo'ladi. O'zim yashashim uchun qurganman buni. Bilasan, men boyman. Xo'sh, ha, bilaman. Xo'sh, o'sha uchun bir joyda tur, iltimos, boshim aylanib ketdi. Ha, xo'p. Короче, meni mana shu piramidamga bitta kerak, qo'riqchi kerak, ya'ni qorovul kerak. Mana tepada kompyuterxona bor. Bemalol kompyuterlar o'ynasang bo'ladi. Xo'sh. Men ishlarim bor. Короче, ketmoqchiman. Sen shunga qorovul ber. Ha, bo'pti, mayli. Bo'pti, davay. Bo'pti. Короче, ketdi va salomlashaylik. Vatga demasalar, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Felix jon xush kelibsizlar. Videoga xo'sh. Chota nima deydi? Uni yopib qo'yaylik eshiklarni ham. Xo'sh, mayli. Bu yerda masalan bor. Bili zombini kallasimi bu? Vatga demasalar. Buni xo'sh, bu zombini kallasi. Lekin bitta narsa, buni qanday ushlab kelishligim, bitta televizor ham bor ekan, yaxshi. Wow, naturalniy dekoratsiya qilib qo'yish vashcha dahshat. Mana bu yerda kompyuterlar. Wow, mana bu sistemniy blok. Yonar ekan. Voy, podsvetka ekan. Yaxshi bu. Klaviatura podsvetkami yoki podsvetka emasmi? Yo'q, oddiy klaviatura ekan. Hammalar. Bir ko'raylik, bu yoqlarni ham ochib. Xo'sh, unda короче, men sizlarga bag'ingga qani. Xo'p, polni ko'rsa, mana bu qushcha qaranglar, lekin bitta narsa aytaman, men bu qushcha Minecraft 3 narsa bormi? Hayronman. Futbol. Xo'p, sizlarga bitta savol bor. Real yoki Barsa? Kommentariyaga yozib ketamiz. Yozamiz. Real yoki Barsa. Xo'p, cool. Bu nima deydi bu? Nima bu? Creeper Cola, Ender Freeze va Slime короче, narsa. Yaxshi, bu yerda hatto Swift ham bor ekan. Bu tangalarni yaxshi, dahshat. Menga eng yoqib turgan narsa bu yerda kompyuterxonaning borligi. Ne qanday yana bo'lyapti? Mayli. Xo'p, bu yerda eng yoqib turgan menga kompyuterxonani borligi, lekin meni uyimda bir ikkita ishlarim bor edi. O'sha ishlarimni bajarib kelmasam, keyin qorovullik qilaman. Bugun kuni bilan qorovullik qilishim kerak ekan. Короче, aytdi, menga boshida ham ertalab yozuvdi men kompyuterimga, shunday SMS yozuvdi. Shunday qorovul bo'lib berishing kerak, короче, bitta o'g'ri kelyapti, o'shani tutishing kerak deb yozgandi. Bilasizlar, 3 tami 4 ta o'g'rilarni tutib tashlaganmiz va shu qamoqqa tiqib tashlaganmiz. O'shanday buni ham topib chiqishimiz kerak qamoqqa. Hop, endi bizda faqat bitta reja bor. Xo'sh, endi namicha bag bo'ladi. Eshiklarda yop. Hop, endi menda nima bor? Menda tuzoq qilishim kerak, короче. U tushib kerak o'sha tuzoqqa, bironamanlar. Hop, menda 19 ta oltinni bu yoqqa tuzoq qilib qo'yaman, keyin nima qilsam bo'ladi? Qaranglar. Menda boshqa ortiqcha anu bormi? Sandiq yasab olaman. Yo'q, 5 ta sandig'im bor ekan, bo'ldi. Shu dahshat. Ol. Bu yoqqa ol, avla. Bo'ldi. O'tirib qolma, tik tur. Mujik сказал, mujik сделал. Hop. Endi menda bitta aytdim-ku, menda bitta reja bor, vash dahshatli reja bor. Mana bu sandiq qo'yaman, короче, tepada. Ikkita sandiq qo'yib qo'yaman. Ko'radi, bu yerda oltin bor deb o'ylaydi. Rostdan ham oltin bo'ladi, короче, buni o'g'irlashga harakat qiladi va o'g'irlaydi. Keyin ushlab olaman. Juda ham vashcha dahshatli, strashniy zo'r, juda ham zo'r rejam bo'ladi. Juda ham zo'r reja emas-ku, lekin reja, короче. Amallasa bo'ladi, reja amalga oshadi yaxshi. Hop, meni endi nima ishim bor? Men video olmadim. Bugun video olishim kerak. O'sha bugun 4 ta video olishim kerak bo'lasizlar. Sizlar o'ylayapsizlar, 4 ta video, 4 ta video. Yo'q. Hop. O'tiramiz va sekin video olishni boshlaymiz. Xo'sh, короче, menimcha bilmam, 2 kunmi vaqt o'tdi. Yonimdagilarga e'tibor bermaysizlar. Hech kim kelmagan, hech kim kelmaydi ham bu ketishda, bilmadim.
Qanday reja bor sizlarda bolam? Endi вообще там bunday boshqa rejam umuman yo'q. Bolalar umuman menda вообще boshqa ana. Ye. Kim edi u? Kim edi bu? Ye. Sekin boramiz. Sekin. Shoshilmaymiz. Sekin boramiz. O ana, brat. O brat, qanday brat? Yaxshimisiz? Ushladim ko'zza. Namcha bizning qishloqqa ham o'g'ri ketgan. Brat, brat, qayerga, brat? What brat? What brat? Nima qilyapsiz? Siyib ketgansiz bu yerga, brat. To'xtang, brat. Brat, brat, nima qilmoqchisiz? Bratni. Brat, o'lat. What? Voy brat. Bu yoqqa ushlaymiz. To'xta. Men ushlaymiz. Brat, onasini yemsin. O'la. To'xtang, brat. Bula. Voy, boshim. Bila boshim. Voy, boshim urib oldim. Ko'kargan boshim, qizargan voy boshim. Qayerga ketdi? Bila qochib ketdi. O'l bila, boshqa ani tuzoq qilishim kerak yoki boshqa bir narsa qilishim kerak. O'l bila. To'xtanglar. Men hozir to'xtanglar. Men kreativ sotib olaman. Va ajoyib tuzoq quraman. Vashi dahshatli bo'ladi. Kim vashi zo'r qilib tashlaymiz. Men kreativ sotib olaman. Okay, let's go. Va nihoyat kreativ sotib oldim. Endi qanday tuzoq qurmoqchisiz demoqchi bo'lganlar-chi. Menda vashi strashniy tuzoq bor. To'xta, o'zi oltinni olib ketdimi, ko'ray? O'l bilan oltinni ham olib ketibdi. Xo'p, menda strashniy tuzoq bor. Qanday tuzoq desanglar, men hozir kursdan sizlarga olamiz. Buni olamiz. Xo'p, bu eskidan qolgan tuzoq, lekin va ish beradi, lekin bu tuzoq ish berish kerak emas, ish beradi 100 talik. Chunki bu sinalgan uslub. Bo'ldi. Yordam deb turar, короче. Bo'ldi. Strashniy tuzoq. Xo'p, endi men kreativ mos tugab qolaman menimcha. Hozir tugaydi, uyga borayda. Xo'sh, va aytdim-ku, survival bo'lib qoldim, chunki men birozlar kreativ qimmat, uni sotib olish qiyin. Zaybal mashinasi ham chiqib bor-ku. Xo'p, bo'ldi. Ochamiz. Yoramiz. Endi menga nima kerak? Menga bitta u daraja ko'p narsa kerak emas. Menga ana olmasdan 4 ta o'zi uni ushlash uchun yetib ortadigan narsalar. Xo'sh, orqamdagi shoqillarga e'tibor bermaslar. Sal cringeroq odamlar bor oldimda, videosini ko'rishyapti. Xo'p, 4 ta qo'yamiz. Undan ortiq bo'ldi. Yetadi 4 tasi. Xo'p, endi bularni qo'yib kelaman va uni kelishini kutaman. Kutaman emas, u 100 talik keladi. O'zi shu yerlarda yuribdi. Agar meni eshitmagan bo'lsa, rejamdan xabar topmagan bo'lsa, o'zi 100 talik mana shu yerda yuribdi. Xo'p, men sekin bu yoqqa kiraman, boramiz. Lekin men bitta narsani sezib qoldim. Menga bolta kerak ekan. Agar ushlab olsam uni itarishim uchun zo'r, itarishmasi endi uni urishim uchun zo'rgina bolta kerak. Ana. Voy. Qochib ketdi. What? Bu yoqqa. Voy Krisa. Voy ana ushladi. Hamma uni ushladik. Nima sizlar bilan Felixjon kanaliga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Keyingi videochalarimizni ko'rishguncha xayr.